agentlikning jinoyati davlatning asosiy prinsiplarini o'zgartirish uchun maxfiy tashkilot qurish. Jinoiy ishlar qonunining bu haqdagi moddasiga asosan javobgar jinoyat o'tkazmaganligiga doir dalil isbot ko'rsatilmadi. Bu ahvolda hurmatli hayitimizdan javobgarni darg'a esib, o'lim jazosi bilan jazolashni talab qilaman. Abdullah, sochining e'tiqodlarini anglading. Deydiganlaring bormi? Musulmon bo'lish suputim bilan shuningga ishonamanki, Allohning ruxsati bo'lmasdan bir qush qanotini midriltamaydi. Jinoyatim yo'q, ammo meni taqdir mahkum qildi. Sizlardan qo'yib berilishimni yoki aqlinishimni talab qilmayman. Tangna mahsharda ilohiy adolat so'roq tortilmasligingiz uchun adolatingizga ta'sir yetmaydigan shaklda harakat qilishingizni umid qilaman. Men bu haqda sizlarga yordam qilaman. Chunki Misrning barliq idora organlari bir-birlab buzilsa-mu, faqat adliya organi adolatini yo'qotmasa, Misr abad tinch bo'ladi. Bütün muassasalar muntizim bo'lib, faqat adliya organi g'oyasidan chatnab ketsa, Misr tegidan vayron bo'ladi. Sotchi janoblari, men faqat bir musulmon, uyimda o'ltirdim, dinimni o'rganishga tirishdim. Kelgan mehmonlarim bilan choy ichdik, suhbatlashdik, dinimizni o'rganish uchun kitob o'qidik. Men hukumatsizlikka qarshi meningcha ko'ngillarga o'rnashadigan Alloh sevgisi har insonning ichida bir soqchiga o'xshash vazifa o'taydi. Shundoq. Undaq bo'lsa, sen qandoq bo'lib maxfiy tashkilot qurish bilan qaralanding? Abdullah akamizni birinchi numurli xalq dushmani deb e'lon qildi. Bunchalar musibat oldida hech narsa demamsan? Bir qachiga to'pa ol, ichiga bir apelsin ko'chiti tik. U to'pa tal bo'ladi, yaproq bo'ladi, oxirida gul bo'lib, rangarang tusga kiradi. Güp puraydi. Mana Allah'ni ve güzel isimlerining namoyandasini buningga o'xshash narsalarda va o'rinlarda ko'rib tushunalaysan. İnsan bularni bilib tushunganda qarg'i ketamdi, darg'i islomdi, hammasi arzimas bo'lib chiqadi. Akamizni qo'g'digan kallisdagi bu bilimlar, islom tushunchalari, islomiyatni men tushunganda qilib so'zlab bering. İslamiyat boshqalarni o'ylashdir, ya'ni yaxshi odam bo'lishga tirishishdir. U senin yaxshi bo'lishingga tirishganda hamma narsa tuziladi. Hamma narsa yaxshi bo'ladi. Bu mushunchalik oddiy. Ustoz, bir advokat taklif qilib qonuniy huquqingizni qo'g'disangiz bo'lmamdi. Bo'lmasa o'lib ketgandan keyin aqlinsan. Taqdir qandoq bo'lsa shuningga roziman. Allohga ishonishning o'zila o'lish va yashashdan muhim. Allohga o'zini atib o'tish degan mush o'xshaydi. Sendeki bu sabr taqat bilan tavakküldan nurg'un narsa o'rganyapmiz. Sana o'xshashlarga burunroq uchrashgan bo'lsak, bu yerlarga kirib qolmas edik, jinoyat o'tkazmas edik. Techaman keldingizmi qizim? Jinim o'g'lim. Umma qizim, orqa baqchada o'ynanglar. Sizlar hech izlab so'ramag'achqa men keldim. Hey qizim, nima deyishimni bilmayman. Dadam hukumatdan baq qo'rqidi. Shunga yaningga borolmadik. Sizlar mening ota-onam, yenimga kelish jinoyatmi? Yo'ldishing qamoqda. Senin yanına berib kelsak, hukumatning qo'lg'iga yetsa, bizni Abdullada qilmaydi. Koshki sen kelmagan bo'lsang. Ana, men bunda qarma qizim. Dadam seni bu yerda ko'z ansiraydi. Degining to'g'ri ana. Kep xato qilibdiman. Undaq dema. Kel keyni yutib paranglashayli. Yig'lab yurgimni azmikin qo'zim. Saqlab qo'ygan ozroq tengam bor edi. Ularni beray, elib berib haj xarajat qilgin. Teshaman keldingmi qizim? Savdi bizni xafa oldi. Yo'q Savdi. Abdullah xato harakat qildi. Men sizlarga sovuq bir narsa epkilay. Bu yerga kel qizim. O nemisiga din pendab yuriydi, ha? Namozingni o'qi, maoshingni ol, yasha. Bir charalik ishi batdi, kallisining chatirg'i ekan uning. Oxir turmaga solandi mana. U gunohsiz dada. Aqlli odam mana mendek bo'ladi, pul topadi, tadbir oladi, bilamsan. Men sening yiningga nemish qilmayman, nemishqa. Chunki ular gumonlanib, meni muslab qo'yishi mumkin. Bo'ladi dada, biz xatarlik onsul. Biz bilan ko'rishmanglar. Abdullahdan xitangni ol. Bo'lmasa men sening qishingga bormayman. Sen bu mening yinimga kelma. Dada. Jig'lig'icha kallangni ishlat. Abdullahning darg'a esilishi talab qilinadi. Bo'lmagan taqdirdimi muddatsiz ketadi u. Men Abdullahni saqlayman. Mumkin bo'lsa bizga bir az uzuq-tulik avatib turasiz. Azroq pul pechek. Onunla ajrashmasang hammamizni o'tqa solasan. Qani aytqanda oxirgi gapingni bir degina. Ruxsat qiling. O'ylashay dada. Ammo obdan o'ylang'it.
Qaytqaningda seni ko'rganlar bo'lsa, dadamni ko'rmadim, meni uyga kirgizmadi desan. Dadan seni bu yerda ko'z ansiraydi. Kimsan bo'ladi qizim? Kimsan bo'ladi? Kimsan bo'ladi qizim? Kimsan bo'ladi? Dadan o'zini bilib turib, o't qatmayman deydi. Abdullah'dan xitanı al. Abdullah'dan xitanı al. Derhal xitanı al. Bularning hammasi Allohning taqdiri. Allohning taqdiri. Nimaga yig'layapsan qizim? Hech nima. Bekor yig'lamaysan qachon qizim. Aytqina, iching bo'shab qoladi. Men onang, bir-birimizni yushurg'idek ishimiz bo'lmasligi kerak. Ballarimni o'ylayapman. Ana, Abdulla iman tarafdan shunchalik boy, ammo pul tarafdan shunchalik namrat edi. Yiqqan 4-5 tangini dini nashratga berdi. Gizd o'qiganlar bizning salom soatini uzib qo'ydi. Tikadigan kiyim akildiganlarmi qolmadi ana. Shunda qizim, ammo qanday qilamiz? Siz qanday qilasiz, balalarchi? Bularni o'ylasam kallam chinqilib ketadi. Dadan yordam qilishni xohlamadimi? Yo'q. Bizni baqsa ularni turmaga qamalaamish. Ammo ajrashib yiniga qaytsam, bizni baqamish. Dadanın aytganlari to'g'ri qizim. Sendan mamnunman. Alloh rozi bo'lsin. Ammo navrlarimni elib ketishim kerak. Sizni tashlabmi? Yo'q, ana, undaq qilmayman. Shundaq qilishing kerak. Sendan ayrilish bola azobiga o'xshash yuragimni mo'jiydi. Ammo nima amal? Taqdir peshona. Men o'lsam, o'zim qopib, o'zim yig'layman. Abdullahni suydiganligimni bilasiz. Siz uning bir parchasi. Uning xotirasi. Sizdan ayrilsam, Bolaring uchun mushunda qilishga majburmiz qizim. Qo'limiz qisqa. Abdullah qilgan yaxshiliklarni bizga qildiganlar yo'q. İnsanlar bizdan bezor bo'lgan kishidek tashlab qo'ydi. Shu vayronichilikda bir-birimizga eslib o'laylimi? Taqdir mush yerga o'xshaydi qizim. mush yergachi-mu ana? Bundan keyinchi? Biz ko'ydik. Ammo sen ko'ymagin qizim. Sotga iltimos qilgin. Yo'ldishingning o'limga hukm qilinganligini aytqin, ajrashtirib qo'ydi. Yo'q. Abdullahchi, u qanday o'ylab qoladi? Abdullah aqlliq. Seni to'g'ri tushunadi. Apo qiladi. Ansirma. Ah, Xudo. Abdullah, sana sotdan xat kelibdi. Allah, sot vaqting aniqdi. O'lim jazosini baldir ijro qilmoqchi qachon? Ijro qilsin. Burun yoki keyin bo'lsin, nima farqi? Sotdan kelgan ajrashtirish uqtirishgan.
Ey Rabbim, hammani sen bilgichi dursan. Sana panohlanamiz. Savdo vafodor ayol edi. Men kechiraman, rozi bo'laman. Senmi uni kechirgin. Ayoling o'lim jazosi bilan sudga tortilganligingni ilgari surib, ajrashishni iltimos qilibdi. Moddiy qiyinchilik ichida ekan. Uylanmoqchi bo'pti. Durust. Yaxshi ayol edi. Xatosi yo'q edi. Uningdan mamnun edim. Ajrashishga qo'shilaman. Yaxshi o'ylashdingmi? Nima ishqa? Bir yeb bardoshlik berolmaydigan darajada yulib elinsa, men nimani deyalayman? Tushunishlik. Ajrashsan. Qani, buningga imzo qo'y. Jigar param Abdulla. Men sana o'xshashni mahbusga aylandim. Yolg'izlikqa mahkum bo'ldim. O'limga hukm qilindim. Kechki posimo axlongni topding. Abdullaning xato qilganini tushunib qaytib keldim mana. Men Abdulla gunohkor deb qaytganim yo'q. Balalarim uchun qaytdim dada. U aqlsizni hozirmi axlavatamsan? Abdullaning barliq gunohi musulmon bo'lganligi uchunmi dada? Qizim, hammamiz musulmon. Masjidlar ochiq, mullalar vaz aytadi. Sen uni axlashni qo'y. Ajrash ishingni so'zlashayli. Qani Abdulla apandi, o'ltir. Tunishtirib qo'yay. Advokat Ali bo'ladi. Seni o'zligidan axlamoqchi bo'lib keldi. Rahmat aytaman. Meni xijil qildingiz. Ammo menda axlangudak jinoyat yo'q. O'g'u shundoq. Masalani boshdan beri kuzatib Sotda aytganlaringiz intayin yaxshi edi. Sizga vakil bo'lishni xohladim. Qarshi chiqishdi. Oxiri muvaffaq bo'ldim. Rahmat, advokat apandim. Biz Abdulla apandidan bak mamnun. 6 oydan beri bu yerda bütün mahbuslar buning sayısida isloh qilindi. Ali apandi konu do'stim. Uni vakil qilsang sendan ko'p mamnun bo'lamiz Abdulla apandi. Rahmat mudir apandi. Men Allohni vakil qildim. Mening o'zlarimni tushunishingizni umid qilaman. Qalbimizdan ishonamiz. Sizni tushunyapman. Lekin bu faqat sizning shaxsiy maslangiz emas. Bundan keyin boshqa kishilarning sizga o'xshash xatoliklarni takrorlab qolmaslik uchun besilgan tunji qadam. Barliq begunoh kishilarning nomida imzolang. Alloh yordamching bo'lsin. O'lim jazosi berilayotgan bu meniyalik Abdulla 100 obro'yi dushmani emas. O'g'irlik qilmagan, bulonchilikmi qilmagan, qotillikmi qilmagan. Ammo bu jinoyatchilarning cho'ng bir jinoyat o'tkazgan. Ya'ni shariat talab qilgan. Shariat talab qilish podshohlikni xohlaganlikdandir. Bu davlatni parchalash bilan o'xshash ish. Ya'ni meniyalik Abdulla bir odam o'ldirish o'rniga xanjarni davlatning biqiniga sanjigan. Hukumatni ag'dirishga uringan. Bu intayin cho'ng jinoyat hisoblandi. Davaga munosabatli qaralashni aytib bering. İnsaflıq bo'lishingizni umid qilaman. Marhamat, endi siz so'zlang. Baya hurmatli taftishning aytganlarini anglab, zalda qo'rqinchli bir jonivorning borligini o'yladim. Sizilgan rasmga qaraganda, eng bo'lmaganda obro'y dushmani, eng xatarlik bulonchi, hatto eng ashadiy dushmanmi vakilimning yanida yangi tug'ilgan bir bovoqchilik begunoh turdi. Tinish. Vali janoblari telefonni sizni saqlayapti. Bildim. Hammalar ko'rayotgan bu odam Misrdagi turmalarni to'ldirgan 10 minglarcha insonlardan texmi qo'rqinchli, texmi xatarlik biri. U cho'qim darg'a esilish kerak. Chunki hurmatli taftishning qarilishiga qaraganda xanjarni davlatimizning qalbiga sanjigan, yillardan beri urushlarga va falokatchiliklarga qarshi turgan suyimlik davlatimiz Misrmoni amdi shu qo'rqinchli jonivorlarning xanjari bilan o'lim yarasi oldi. Bundaq vaziyatda hurmatli taftish talab qilgan o'lim jazosimi ozliq qildi.
Sud maydoni bu davomliq insofli hatto bir oz Yumshoq muomilda bo'ldi. Baş so'ch janoblari, aqlovchining texmo jiddiy talaffuzda so'zlashini talab qilaman. Taklifingiz qabul qilindi. Mahkama heytiga xanjar so'zining avval hurmatli taftish tarafidan aytilganligini eslatib qo'yay. Mudofiaga o'tganda so'zlarimning jiddiy talaffuzda chiqmay qolgani chog'liq ish. Xato ketgan bo'lsa, Kechirim so'rayman. Talab qilishni cheklash vijdon erkinligi bilan moslashanmaydi. Siz javobgarni oqlayapsiz yoki ruxsat qilsangiz, nima demoqchi bo'lganligimni qo'polroq bir misol bilan tushuntiray. Bir kiyimlik 100 kishidan 99 jinoyatchi bo'lib, o'limga hukm qilinsa, u kiyime cho'ktirilmaydi. Chunki kiyimidagi bir kishi begunoh. Buningga qaramay, kiyimini cho'ktirayotgan kishi qotil hisoblandi. Oqlovchi vakilni qo'g'dashni qo'yib, shariat tashviqoti qilyapti. Jinoiy ishlar qonuniga asoslanganda bu ravishda so'z qilish jinoyat. O'rningiz mudofaa qilish o'rni emas, balki javobgarlik o'rni. Men bu davoni ayni vaqtda Abdullahning, butun musulmonlarning hamda o'z davoyim o'rnida mudofaa qilgan. Bu so'zlarning arxivga ilinishini talab qilaman. Bo'ladi, yozg'in o'g'lim. Ilinsa bo'ladi. Ilinmasimi hukm qandoq chiqishidan qat'iy nazar o'xshash so'zlarni qilaverman. Yana kelib bu ulug' davoda axloqchilik o'rnida o'ltirish yoki javobgarlik o'rnida o'ltirish men uchun muhim emas. Bu bir e'tiqod masalasi. İmanimiz hücum qilganlarni qonun bergan kuch-quvvat bilan to'xtatish haqqimiz bor. Yana men shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, oxirgi qatim deydiganlaring bormi? Asr vaqti bo'ldi. Ruxsat qilsangiz namozimni o'tib olay. Muhtaram so'chilar, mana bu sizlarga isbot. Vakilim haqida o'lim qarori chiqarsanlarmi, og'lash qarori chiqarsanlarmi o'xshash. Chunki uning parvoyi palak. U o'zini islomiyatga atagan. Hayot mamatiga munosabatli mush minutlardimi u namozini o'ylayotdi. Dunyoga berilmagan birsini dunyo parazlik bilan qarlayapsizlar. Buni vijdoningizga qo'ydim. So'chi janoblari, o'tiring. Qarab chiqish orqali sud hukmini kechiktirdik. Keyingi qatimliq sud o'xshash kunda, o'xshash vaqtda ochiladi. Oğlumni xabari bormi? Oğlumni xabari bormi? yo'q. Ben yaxshimisiz? Siz anglab turing. Efendim, saqchi boshlig'i telefon qilibdi. Qani so'zlang. Baş so'chi janoblari, sizni avara qildigan bo'ldim. Abdullahning delosi oddiy bir delo emas. Davlatning manfaatiga chetishlik cho'ng bir ish. Shuni sizdan o'tindig'inim, hukm chiqarganda deloga texmi keng nuqtadan qarab chiqqan bo'lsangiz. Anglab turing. Adliya sistemasi qonunsizlikdan chiqib ketilmaydi. Menmi bu doirdan chiqib ketilmayman. Qonun organlaridagi siz va menga o'xshash muhim kishilar davlatning manfaati uchun suning eqishi qarab ish qilishimiz kerak. Bilasiz, men yuqorining buyrug'ini yetkazadigan oddiy bir elchi. Abdullahning o'limi kelgusida yuz beradigan voqea hodisalarning oldini olishda o'rnakli rol o'ynaydi. Yuqorining buyrug'i keskin. Davlatning manfaati uchun bir qurbonlik lozim. Siz chiqaradigan hukm o'sishingiz ve kelgusingizga bog'liq. Kashligingiz xayrli bo'lsin, baş so'chi janoblari. Nim bo'ldingiz? Shum xabarmi? Balalarim ve sen bo'lmagan bo'lsang hozir istifa beretdim. Abdullahdan dal vaqtida ajrashdim. Sud oxirgi hukmni e'lon qiladi ekan. Gezlarda yezilishicha cho'qim o'limga hukm qilarmish. O'tinib qalay dada. Nima qizim? Gezlar yozgan bo'lsa to'g'ri chiqadi. U yaramas qizimni Yo'ldishim yaramas emas dada. Faqatla talaysiz.
bekardan bekar yig'lattınız. Gap so'zingizga diqqat qilsangizchi. O ahli o'yishini topgan qadar mushundoq do'q qilaman. Mening ko'nglim yerim. Ammo uni tez unutsin deb mushundoq so'zlab qo'yman shu. Oğlumdan xabar bormi? Oğlum Abdullahdan xabar bormi? Dunyoning ishlari bir narsa deyil olmaydi. Gazetlarda besilgan yolg'on yo'doqlarga ishonma. O'limga hukm qilmay, muddatsiz kesamdi dehi. Kamirdagi hammamiz birlik sana duo qilamiz. Allah hammanglardan razı bolsun. İçinglarni pişirmanglar. Ko'nglimning azroq yerim bo'lg'ini anam, ayolim va bolarim uchun. Meni yalik Abdullah. Men Abdullah sot uchun tayyor bo'ldim. Sot yo'q, siyosiy o'zgarish bo'ldi. General Najib harbiylar nomidan huquqni qo'lga oldi. Siyosiy jinoyatlarga umumiy kechirim e'lon qilindi. Qo'yib berildim. Allohu akbar. Allohga shukr. Duolarimiz qabul bo'pti. Qutulding endi. Ana! Men keldim. Oğlum Abdullah geldi. Men emde erkin. Abdullah. Canım oğlum. Abdullah. Ana! Ana! Cinim ana! Cinim anam! Cem buluş o dünyaya kaldı mı emdi? Ana! 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 İskenderiye geldik. İskenderiye düşürüğüne tayarlansın. Hamallık kılamsa davatı ben. Abdullah, teşhik misin?
Qani choyga kelgin. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ajoyib odamda bu Abdulla akamiz. Suv ishlari xizmatini qilganda bizning boshlig'imiz edi. Mana endi tanlagan ishni ko'rmam degan. Men ishni emas, ish meni tanladi. Abdullahning ishiga aql yetmaydi. Har kishi martaba, mansab, uy, pul qo'ydi, ammo u hammallikni tanladi. Bu texmi yaxshi. Men kunimga rozi. Ishimdan mamnunman. Haras Abdullah, qo'ling bo'shganda do'konimga kel. To'shiydigan mallar bor. Undaq bo'lsa Dimishq maktabga borg'izmadingiz? O'qish deganlik, pul deganlik. O'zining o maktabda o'quvchisi bor. Ammo nima amal? Bova, navringizni men o'qitay. Alhamdulillah tapovutimni ayt yaxshi. Ruxsat qilsangiz, navringizni men o'qitay. Rahmat. Rahmat tog'a. Isming nima? Xolid. Yaxshi. O'qish chiqimingning hammasi menda. Nimishqa? Katta savob bo'ladiganligi uchun. Uning badilig nima qilaman? Hech nima. Ammo kelgusida sendan ikki narsa talab qilaman. Birisi namozingni joyida o'qiysan, ikkinchisi o'qib, universitetni bitirib, islomiyatga xizmat qilishni g'oya qilasan bo'lamdi. Kelishdik amisa. Kelishdik. Shundoq bo'ldi, qaranglar. Qara momo, Abdulla tog'amning og'a oyoqlari chiroyliqmiki? Bek chiroyliqkan bolam, muborak bo'lsin. Allohning mushundaqmi esil bandalari bor ekan. Men bek diqqat qildim. U pul berganda o'ziga bir nam pul qoldi yoki qolmadi. Boshqa puli bordi. Anglamagan o'xshamamsan. U odam ammal. To'g'ri. Kelin axloq pul bilan imonning kim ekanligini bilgili bo'lmaydi. Yo'q, men Abdullahni bilaman. Bizning masjidning jamoatidan tashlandiq bir uyda o'ltirdi. Masala boshqa. Pulda emas, niyatda. Biz uydagi gilam, o'rindiq degandek narsalarni setishga chidagan bo'lsak, Xolid bilan qo'shib, yana 10 balni o'qitalaydik. Quruq uyda o'tiramdi, qimg'an mush qilgan deyamdi. Koshki men shu hammalchilik bo'la olgan bo'lsam, dastlabida chatoq chiqyotdi deb xafa bo'lgan. Mana endi men shu hammalchilik bo'lanmadim deb xijil bo'layapman. Musulmonchilik faqat masjidga kirish deganlik emas ekan. Bugun tushundim. Sen uni bir vayrona deb o'yla. Ammo uningdan oid qimmatlik, ya'ni Salimning g'azinasi bo'lgan emasmi? Bir kundil palasi bo'lib ketdi-ku endi. Hammalning ahvoli menga usta xotibdimi bakarak ta'sir qildi. Ah, kallam. Ah, kallam. Allah, bizni kechirgin. Qani, tomoq tayyor bo'ldi. Abdullah Ashirson. Bovayning dasturxoni mo'l bo'lsin. Bu gunoh ustiga gunoh emasmi? Ajab cho'nqur xiyol ketibsan-ku, Hammal apandi. Nima u seni bundoq cho'nqur xiyolga solgan? Qibrosni, islomiyatni, Osman imperiyasini va Misrni o'ylayapman. Qibros burnimizning uchidila, yaqinli yerda edi. Musulmonlar islomga uyg'un yashagan bo'lsa, 400 yil islom hokimiyatining boshqarishi ostida turgan arzimas rumliqlarning, ya'ni kofirlarning oyog'i ostida xorlanmagan bo'lar edi. Bu ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın haqiqiy ümmeti bo'lagan bo'lsa, albatta yuksaladi. Bir narsaning jismi yo'q, ismini qalsa tamsiz, tuzsizlashidi. Qimmatini yo'qotadi. Osman imperiyasini elib etsak, biz ular yaratgan tarixini yozishdan, o'qishdan ojiz keldik. Yalan oyoq yurgan sulton degina. Nimishqi Veysel Qaraniga o'xshatmading. Sen olim bo'lg'ashqa. Agar ilm amal mansab va tashqi ko'rinishga asir bo'lsa, albatta men olim emas, jahil bo'laman. Agar ilm o'qiganlarning meli bo'lsa, asli buningga hayron qilishim arziydi. Boş odam emasmi sen? Balkim jasus yoki davlat xavfsizlik xodimi. Kim biladi? Belgili olmaydi.
To'xta. Qochma. O'zimizning uyi qasam qilay. Uyinglarning ishki yo'qmi? Meni soqchiga tutib beramsiz? Nima o'g'rilding? Hech nima. Deriz taqoqliqkan ishga kiramadim. O'g'irlikdan boshqa ishing yo'qmi? Paraxut ishlaydim. İştim bo'shatdi. Pulsiz qoldim. Nima qilay? Boshqa ilojim yo'q. Men bilaman. Buni al. Bir narsa yersan, ish tepib berman. Meni soqchiga tutib bermamsiz? Sen musulmonmi? Shundoq. Hozir tahorat ilib namoz o'qiyli. Ondan sana ish topaman. Tahorat ilishni, namoz o'qishni bilmayman. O'g'itaman. Ma'qul. Avval yengingni turgin. İsming nima? Husayin, Qanchalik o'qigan? boshlang'ich. O'g'irlik qilgidek bilimlik emaskansan. Demak, isming Husayn ekan, ha? Yaxshi. Isming Ahli Baytning ismiga o'xshashgan. Ota-onangchi? Kichik vaqtimda tugab ketibdikan. Ahli bayt degan nima tog'a? Ahli Bayt deganimiz Merhamet efendi, nima lazım? bir tal diniy kitob. Eling. Qahvaxonaga berib buni o'qig'in. Choy, do'g'ab, nimani xohlasang shuni ichgin. Hisobotini o'zim qilib etaman. Men portga ish qilmadim. Qaytashimda sen qahvaxonadan ilib olay. Qandaq o'qidingmi? O'qidim. Bir deydiganlaring yo'qmi? Meni nimishqa soqchiga tutib bermadingiz? Musul kechkich kallam kirib oldi. Sen eski bola emas, seni jamiyat buzgan. Imsimon nimishqa pul berdingiz? Nimishqa kitob o'qitdingiz? Men bir musulmon. Musulmonga yordam qilish ibodat bo'lganligi uchun shunday qildim. Yana ko'rishalamdi. Xohlasang men bilan tur. Sizning uyingizdami? O'ydab ketgil bo'lmaydi. Ancha-muncha birga ishlaymiz. Yana jiq kitob berman. Ularni o'qiysan, ma'qulmi? Tog'a, sizni yoqtirib qoldim. Siz nim desangiz shu. Mana bizning saroy. Qandaq ekan? Eng yaxshi tanning sog'lig'i, ijorasi yo'q. Helim mushinchilik bo'lsin uyingiz bor ekan. Uyingiz emas, uyimiz degin. Xudoga shukri. Apirin Husayn, shukr qilding. Alloh ozg'i shukr qilganga ko'plab berdi. Shukr qilish va sabr qilishni har vaqt esingdan chiqarma. Shukr qilishni va sabr qilishni bilgan kishi xor bo'lmaydi. Qani o'ltira, avval choy damlayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kel, o'ltir. Qara, bu Xolid maktabda o'qiydi. Inshaalloh kelgusida katta odam bo'ladi. Uningdan faxrlanamiz.
Sizning iltifotingiz bilan ustoz, sizga uchrashmagan bo'lsam men hech nima emas edim. Qo'lingizni uzatmagan bo'lsangiz, aqlim nimaga ishlaydi? Sana qo'l uzatqani Alloh taolodir. O shundoq bir zotki, hech qanday narsaning zoya bo'lib ketishiga ko'z yummaydi. Men faqat oradagi vosita, Rabbimning sizlarga bergan bir oddiy vositasi. Bu Husayn Alloh xolisa o'z oldiga bir ish qiladi. Tijoratga kallasi bak ishlaydi. Xayrlik bo'lsin. Rahmat. Xadicham bilan Bilolimning yo'qligini menga sizlar unutqizyapsizlar. Kel qizim. Mana savdo keldi dadisi. Kel qizim, kel. O'ltir. Sana deydigan bir xo'sh xabar bor. Xo'sh xabar Allohdan keladi. Hey, ustozda gap qiladi ekansan qizim. Ko'klarda uchishni qo'yib, bir oz tövalla. Kel qizim, kel. Beshingga bir baxt qush qo'nyotidi. Qara, jamoatimizdan Jamol apandimni bilasan. Sana elchi kirgizyotidi. O'yinish Allohning amri. Xohlasang bizmi qo'shilamiz. Qanday qizim? Yaxshi bo'pti, ammo dada, O meniyaning eng ko'ngillardan. Aqlli odamlar pul melaba, o'ylari saroydak, zinnatlik pardalar, eshik tubida xizmatchilari bor. Sen ulug' Allohning hikmatiga qara. O'qish bitirgan qizlar uning bilan o'ylanishni xiyol qilayotganda Jamol apandimning ko'ngliga sen tushibsan. Men savdoga savdo bo'ldim, uni ikki bolasi bilan birlikda bag'rimga besib, uyimning xonishi, ko'nglimning sultoni qilishga tayyorman. Taklifimga ma'qul desin, uni dunyodagi eng baxtli ayolga aylantirman debdi. Taqdir deb buni deydi savdo. Baxtli bo'lsin. Mendan xabar saqlayotidi. Agar qo'shilsang, qo'shilmayman dada. hey, qizim savdo. Oldirab qaror chiqama. Yaxshi o'ylang'in. Xonishlardek yashaysan. Yo'q dada, men tunji bo'lib Abdullohni ko'rdim. Qalbimga boshqa sig'maydi. Bundaq talabni rad qilish saronliq qizim. Nimalarni rad qilayotganligingni bilmayotsan. Abdullohning nikohidan chiqding, ajrashib bo'ldinglar. Qonuniy jihatdan o'ylanishda erkinsan. Men qalbimning qonuniga quloq solaman dada. Bir ayolning hayotiga bir erkak kirish kerak degan edingiz. Meni siz shundoq tarbiyalagan. Ko'nglimda Abdullah turib, 24 soat uni xiyol qilib turib, boshqa bir erkakka yotliq bo'lishim, uning xiyonat qilganlik bo'lmamdi. Bu nomussizlik emasmi dada? Shunda o'yga kelishim, mushundaq axloqqa ega bo'lishimni sizlar menga o'rgatgandinglar-ku. To'g'ri qizim, lekin Abdullahdan nimishqa ayrilding? Balalarim osh, tarbiyasiz qolmasin deb ayrıldım. Ammo boy bo'lish uchun boshqa bir erkakka tava bo'lmayman. O boyliq, o sarayga o'xshash o'yla, menga mozorga o'xshaydi. Tatqonlarim yetib oshidi. Yana meni qiynavamanglar dada. Tushunaman savdo. To'g'ri. Qara Abdullah, bu yangi sherigim. Birovon apandi va qizi jiyan xinim bo'ladi. Qizimning savoqdishi. Qaysi sening qizing? Agar sen musulmon bo'lmagan bo'lsang, qizing qandoq bo'ladi tang? Keling apandim, qarshi olamiz. Bolam, o'qig'idek yaxshi bir kitob olsam bo'ladi. Bo'ladi, buni eling. Bolangiz buni cho'qim yoqtiradi. Bek yaxshi kitob o'qishingizni tavsiya qilaman. Buning bahosi qancha? Bek qimmat emas. Qancha pul bersangiz qabul qilaveraman. Allah berkat bersin, yeni kelasiz. Sen tijoratchi bo'lib tug'ilibsan Husayn. Bu chiqishqoqliqing, yaxshi muomalang bilan odamlarga sotanmaydigan narsang bo'lmaydi. Bugun oqshom portda ishchiq chiqadi. Sen borma, charchab qolding. Keryapsiz tag'a, sizning sayingizda boy bo'ldim. Siz bilan uchrashmagan bo'lsam, turmada bo'lishim mumkin edi. Men emas, Rabbimning soyasida. Yana nima ish qishlaysiz? Azodi uy setib oldim. Xolid universitetining oxirgi yilligida ishlamasangiz bo'ladi-ku. Men uchun xo'shallik. Ammo biz uchun azob. Siz hozirmi shu tashlandiq joyda o'ltiryapsiz. Bekatlarda shu kishilarning hammaligini qilyapsiz. Sizni beshimizning ustiga yeb ko'tirishimiz kerak edi. Siz bizga doim berib keldingiz, ammo hech qachon bizdan olmadingiz. Chunki badalini elish uchun bermadim o'g'lim. Sizning hozir ishlayotganingizni ko'rsam chidayolmayman. Endi ishlamasangiz bo'ladi. Men bor, Xolid ikkimiz bor. Bu bir ruh tarbiyasi Husayn. Tag'a, universitetni birinchilik bilan bitirgan Xolid o'g'lingiz keldi. Qo'lingizni suyishni sharaf biladi. Menga eng katta xush xabar elib kelganliging uchun sana rahmat aytaman. Yani meni universitetga yordamchi o'qituvchi
süpütü deyip kaldı. Hem sizin yardımınızda Allah sizden razı olsun. Senden mi razı olsun? Mening hoş xabarim öğreniş buludu. Müslümanca yaşayman inşallah. Halit aka, ben tağamның nenini yedim. Uni rahat keriştirish men uchun vijdoniy qarz. Bunu tölmekçimen. Töleş, yani meni hammallıktan kutkuzuş. Yok, man qarzın yok. Bir hammalның nenini sana yegizgen İslamiyettir. Bay buluşның yollarını men mi bilimen. Senin bu dukallarından mı köp payda elip keladigan işlerini kıla alayman. Hiçqisi yok, bu geplerini koyup duraylı. Halit oğlum men Qahire'ge barıman. Qayra gibi. Ha. Nazarband ostiga ilingan musulmon qarindoshlarni ziyorat qilaman. Sevda. Yenedeki Bilal buluş mümkün. Maşallah, kilişken bir jigit boptu. Hey hammal. Şu Qahire'ge kelishni xolamaydim. 110 deb keldim. Qalb yaram qanavatıdı. Ana, boldu demeyle. Şu güzel çağlar idi. Kozam, dadam bek yaxşı adam idi. O hazır mı hayat mı bilmeymen. Hiç qandaq cinayet yok idi. Ah oğlum, derdim şu kadar çoğun ki. Sana bir iş bolsa men yaşayalmayman. Köңlüңni yerim qilma ana. Dadam nereden keldi kallanğamdi? Qo'rqyapman Bilal, qo'rqyapman. Qahire, Abdullah bu yaman dadamni eslatyapti. Ey Rabbim, bana rahim qilgaysan. Ana, oliy maktabni bitiribla sen bilan Put Saidada o'ltiramiz. Xadijani mo yinimizga kelib olamiz. Dadam uni tarjimon qilmoqchi edi. İngilizce seviyesini o'stirsin, o'ltirib kitob tarjima qilsin. Hem pul topidi, hem bilimini oshirdi. Albatta, g'oya islomiyatga xizmat qilish. Yaraysan o'g'lim. Ata oliy maktabda o'qishni boshlayman. Hozirdan boshlab hayajonlanyapman ana. İnşallah xayrlik bo'ladi o'g'lim. Ko'nglim to'yib turyapti. Dalida amaliy mashq bilan o'tmoqchi bo'lgan bu darsda sizlarga hayot hikoyamni aytib boshlashimdagi sabab shuki, inson o'qishni yuragdan xohlasa bir sabab paydo bo'ladi-da, butun yo'llar ochiladi. Mening yo'limni ochgan biroz burun aytganimdek bir hammal kishi edi. Hammal Abdullah, Miniyalik Abdullah. Tunji mavsumni bu muhtaram zotni tunishtirish bilan boshlashni vijdon qarzi deb qaradim. Qanamisa, mashig'imizni boshlaylik. Hikayem seni xafa qilib qo'ydimi nima? Yo'q. Ammo sen nima ish qilding? Siz aytgan Hammal Abdullah mening dadam. Chunki hikoyaning boshidagi o'xshash qismini onamdan anglagan. Nurg'un qatim anglagan. Shundaqmi, Bilal? Ismimni qanday bilasiz? Dadang ismini shu qadar ko'p asladiki. Demak, u bizni unutmabdi. Anam, sen, singlim bu hayotda Allah bergan sabr bilan billa yana sizlarni xiyol qilib chidab keldi. Dadam, go'zaljon dadam. Anam bu yerdimi? Shundoq. Universitetning yatag'idan o'rin ololmadim. Anam bilan billa ijara olgan uyda o'tiryapmiz. Dadangni yininglarga boshlab kelsam qanday deysan? Kelamdi. Balkim izlab qo'ymadi deb bizdan xapidi. Düşman bo'lib qoldimi tex bizga? Dadangning dushmanlari faqat Allohning dushmanlaridir. U ulardan boshqa hech kimdan xafa emas. Sen ansirma. Anangning maslahatini ipaqsa qandaq. Siz degandek bo'lsin. Ana, mehmon keldi. Avara qildim. Tinchlikmisiz? Nima ish edi? Halit efendi universitetga o'qituvchim bo'ladi. Xursand bo'ldim efendim.
Tanışqanımdan men xursand bo'ldim. Bu Xolid apandi dadamning do'sti ekan, uni intayin yaxshi taniydi ekan. Abdullani, Shundoq. Sizlarga Abdulla to'g'riliq so'zlab berishga keldim. qani marhamat, ichiga kiring. Bizni xush qilib etdingiz. Mana shunda xonim. Uning soyasida bu kunlar keldim. Dadamni uyga kelishni xohlayman ana. Avval sendan so'rab boqaylik dedik. Mushtaq ishtimi so'rash ketamdi Bilal. Yillardan beri intizor bo'lib kutayotganim mushi edi. Tağa. Xalit, bir ish bo'ldimi? Xush xabar bor. Yoki bo'lmasa, yana bir natija qozondingmi? Uningda muhim bir xush xabar bor. O'g'lingiz Bilal bilan ayolingiz to'g'risida. Ularni topdim. Xo'sh bo'lmadingizmi? Oilangizga qohirad ekan. Bilaman. Ularning narsa keraklarini men to'shib berdim, lekin ular meni tanimadi. Endi tunuydi. Men hammani aytdim. Tayyor bo'ling. Sizni ularning yeniga olib boraman. Ammo o'g'lim bu qanday xula? Ana, dadam bilan bir uyda bo'lishni xohlamsan. Dadang ilhamı meni Amerika alamu. Men Abdullah'dan üstün bir er kişini xiyal qilmaganligim uchun boshqa bir erga yotliq bo'lmadim. Dadam kelyapti ana. Oğlum. Dada. 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 Sen beni keçirgin. Sen beni keçir oğlum. Oğlum.